Sharof so'xlasinchi. Bo'ldi-da. Atilla bosmadim like. Nima bosmadim? Shunga shunchami? Gaplashmaymi ular? O'chiraman hamma like qaytsinchi. Assalomu alaykum hurmatli mani podpischiklarim. Mana dalaga keldik, dalaga syomkadamiz. Ijodiy jamoa bilan zavtrak qilib oldik. Mana nima deydi? Go'zaliklarimdan bittasi mana. Mana kızım. Mana kızım. Mana kız chiz gulchiz. Mana katta lavozimlarda o'tiradi mani kızım, xudo xolasa kızım. Apakimizim. Ana o'tiyotgan. Ana kerak biz. Og'zingiz sima, bitti. Ana kerak biz. Ana kerak bo'lsa. Men sizga yonboshiga ukol qilib qo'ying desam, siz nima qildingiz? Yonboshiga ukol qildim. Mana bu nima? Ukol. Baraka toping, bu ukol. Lekin yonbosh deganda mana bu yeriga qilinadi. Siz uni qay yeriga qildingiz? Yonbosh. Assalomu alaykum hurmatli mani podpischiklarim. Ilohim bugungi dam olish kuningiz juda ham zo'r o'tsin. Ertangi ish kuniga baquvvat, bardamlikda ishni boshlashingizni tilab qolaman. Men bilan birga bo'linglar. Men bilan birga bo'layotgan, like bosayotgan mana aziz Начали. Sharifa Shavkatovna, men choraklikni bugun boshlayman. Sharifa Shavkatovna, men choraklik chiqarishni bugundan boshlayman. 2-3 kunda yakunlab sizga 3 kunda yakunlab sizga hisobotlarni topshiraman. Yaxshi Eldorjon. yaxshi Eldorjon. Men sizni bilmaysiz, hurmat qilaman. Men sizni Assalomu alaykum mani aziz muxlislarim. Kuningiz xayrli o'tsin, barakatli o'tsin. Har doimgidek Zulfiya Mirkashevna prямой efirga shoshilyapti. Wi-Fi kanaliga prямой efirga chaqirtirilganman. Prямой efirimiz boshlandi azizlar. Har hafta prямой efirda Zulfiya Mirkashev. Assalomu alaykum hurmatli mani podpischiklarim. Biz Sumayyaxon bilan doktorga ketyapmiz. Qizalog'im mazasi yo'q. Nimagadir issig'i chiqyapti va baribir ukol olyapmiz. Shunda ham baribir tutolmayapmiz Sumayyaxon bilan. Aytaylik mana. Qayt qilyapti, cho'ta